Bugungi fraksiya yig'ilishimiz kun tartibidagi mavzu davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev raisligida islohotlar natijadorligi, hududlarda ishlarning borishi va aholini qiynayotgan masalalar tahlili bo'yicha joriy yilning 5 oyidagi iqtisodiy ijtimoiy ko'rsatkichlar sanoat 6.4% ga o'sganligi, eksport miqdorini 18% ga, xorijiy investitsiyalarni 46% ga oshgani, investitsiyalarning qiymati 3 milliard dollarlik 2500 ta yangi quvvatlar ishga tushganligini, 2.400.000 odamni daromadi oshganligini ta'kidlab o'tildi. Har bir tumanda 40 dan ziyod tashkilotda o'rtacha 500 nafar xodim ishlayapti. Lekin hammasi tepaga qarab o'tiradi. Viloyatdan topshiriq tushish kerak, bo'lmasa qimirlamaydi. Viloyat xuddi shu narsani respublikadan topshiriq tushish kerak, qimirlamay o'tiradi. Yilning oxirigacha 26.5 milliard dollarlik investitsiya kiritilishi, 1-sentyabrgacha 3 milliard dollarlik 35 ta yirik loyiha amalga oshishi kerak. Yig'ilishda ijro intizomini mustahkamlash va aholi muammolari bilan ishlash masalasi bo'yicha yangi tizim haqida alohida ta'kidlab o'tildi. Hisob palatasiga hozir juda katta bo'lgan bir mas'uliyat yana yuklandi. Hisob palatasi bundan buyon, ya'ni faqat tekshiruvchi emas, tahlil qiluvchi ham organga aylanyapti. Shu sababli prezident administratsiyasidagi nazorat inspeksiyasi tugatildi. Oxirgi paytlarda xalq qabulxonalarini aholi dardini eshitib, masalalarni hal qilish o'rniga murojaatlarni davlat tashkilotlariga taqsimlovchi vositaga aylanib qolganligi tanqid qilindi. Xalq qabulxonasi viloyat hokimiga yuklatildi. Aholini dardi tashvishini eshitib, odamlarga sharoit yaratib berish har qanday rahbar birinchi va asosiy vazifasi. Har bir murojaat ostida inson taqdiri, uning dardi va umidi turganligini unutmasligimiz kerak. Tuman hokimi o'zini hududidagi 9 ta vazirlik idorani hammasini hududlarini o'ziga oladi. Tuman hokimining vakolatlari kengayapti va tumanda qaror qabul qilish imkoniyatlari oshib boryapti. Har bir tumanda soha mutasaddilari va yetakchi tadbirkorlardan iborat islohotlar shtabi tuziladi. Deputat sifatida, siyosiy shaxs sifatida har birimiz jiddiy e'tibor qaratishimiz kerak. Yangi O'zbekiston islohotlarini boshlaganiga tasavvur qilinglar, 10 yil nari berisi bo'ldi, to'g'rimi? Juda ko'p masalalar o'zgardi. O'zbekiston yaxshi tomonga o'zgaryapti. 10 yil ichida aholini turmush sharoiti nuqtai nazaridan ham, iqtisodiy rivojlanish nuqtai nazaridan ham, yalpi ichki mahsulotning o'zgarishi nuqtai nazaridan ham, siyosiy formatda ham, davlat sifatida ham qudratli bo'ldi, o'zgardi va iqtisodiyotimiz o'sayapti. Partiya ham o'zini tegishli xulosalarni qiladi. Birinchi o'rinda har bir deputat o'ziga savol bersin. Umuman islohotlarga meni ozgina bo'lsa ham ta'sirim bo'layaptimi, o'zi yo'qmi? Qani nima qilyapmiz? Bir ozginagina bo'lsa ham shu jarayonga ishtirok etyapmizmi? Ozgina bo'lsa ham foydamiz tegyaptimi shu davlatni rivojlantirishga? Asosiy masalalarimizdan bittasi ham tashviqot, targ'ibot, saylovchilarimizni ongi tafakkuriga ta'sir qilish. Asosiy masala endi jamiyatda jipslashishi, birlashishi, ichki imkoniyatlardan mustahkam foydalanish, aholini birdamligi masalalarini qanchalar ahamiyatga ega ekanligiga alohida urg'u berildi. Biz siyosiy targ'ibotni to'g'ri qila olmayapmiz, odamlarning mafkurasi, odamlarning tafakkurini o'zgartira olmayapmiz. Shu narsalarning hammasida xatolar bor ekanligi va ishlar samarador emasligiga men shaxsan, davlat rahbari aytmasa ham ochiq aytaman, deputatlar birinchi o'rinda aybdor. Biz aybdor. Voqeani to'g'ri baho berib, siyosatga to'g'ri baho berib, qilayotgan ishimizning mazmuni nimadan ekanligini bilib, asosiy g'oyamiz vatanimizning taraqqiyoti va xalqimizning farovonligi. Boshqa maqsadimiz yo'q.